Dasturimizni respublika xabarlari bilan davom ettiramiz. Poytaxtimizda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining Shveysariya guruhi navbatdagi yig'ilishi doirasida O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi hamda Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbariyati o'rtasida muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan makroiqtisodiy islohotlar va kelgusidagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Uchrashuvda O'zbekiston tomonidan bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov hamda Markaziy bank raisi Timur Ishmetov ishtirok etdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan esa tashkilotning yuqori martabali vakili Bo Li qatnashdi. Muloqot davomida mamlakat iqtisodiyotining bugungi holati, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, pul kredit va fiskal siyosatni o'zaro muvofiqlashtirish, davlat ishtirokidagi korxonalar hamda bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning borishi atroflicha muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida tomonlar O'zbekiston va Xalqaro valyuta jamg'armasi o'rtasidagi konstruktiv hamkorlikni yanada kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Jumladan, makroiqtisodiy siyosat, soliq ma'murchiligi, pul kredit siyosati, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda davlat institutlari salohiyatini oshirish yo'nalishlarida texnik ko'mak va tajriba almashinuvini davom ettirishga kelishib olindi. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimida faoliyat yuritayotgan yosh mutaxassislar ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Toshkent shahridagi Zakovat arenada o'tkazilgan ushbu tadbir mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor, ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirish va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatining amaliy ifodasi bo'ldi. Unda respublikaning turli hududlaridan kelgan faol tashabbuskor hamda sohada samarali mehnat qilib kelayotgan yosh xodimlar ishtirok etdi. Tadbir doirasida xodimlar o'rtasida Zakovat intellektual o'yini ham tashkil etildi. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuv yoshlarning bilim salohiyati, tahliliy fikrlash qobiliyati va jamoada ishlash ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi.